Bugungi videorolikda biz Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari oralig'idagi siyosiy hayot haqida gaplashamiz. Bu davr taxminan 1918-yildan 1939-yilgacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Bu yillar jahon tarixida juda muhim siyosiy o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng dunyo siyosiy xaritasi keskin o'zgardi. Ko'plab imperiyalar parchalanib ketdi, yangi davlatlar paydo bo'ldi va turli siyosiy g'oyalar shakllandi. Bu davrda ayrim davlatlar modernizatsiya va islohotlar yo'lini tanlagan bo'lsa, boshqalari esa harbiy siyosatni kuchaytirishga harakat qildi. Masalan, Turkiya davlati Birinchi jahon urushidan keyin katta siyosiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 1923-yilda Mustafa Kemal Atatürk rahbarligida Turkiya Respublikasi tashkil etildi. Atatürk mamlakatni zamonaviy davlatga aylantirish uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirdi. U sultonlikni tugatdi, dunyoviy davlat tizimini joriy qildi va ta'lim tizimini yangiladi. Bundan tashqari yangi lotin alifbosi qabul qilindi. Bu davrda Yaponiya davlatida ham muhim siyosiy jarayonlar yuz berdi. 1920-1930-yillarda Yaponiyada harbiy kuchlarning siyosatdagi ta'siri kuchayib bordi. Bu jarayon militarizatsiya deb ataladi. Yaponiya Osiyoda o'z ta'sirini kengaytirishga harakat qildi va 1931-yilda Manchuriya hududini bosib oldi. 1929-yilda esa dunyo tarixida katta iqtisodiy inqiroz yuz berdi. Bu inqiroz Buyuk depressiya nomi bilan mashhur. Ko'plab davlatlarda iqtisodiy muammolar kuchaydi va ishsizlik oshdi. AQSh prezidenti Franklin Roosevelt iqtisodiyotni tiklash uchun yangi kurs siyosatini amalga oshirdi. Shu bilan birga O'zbekiston hududida ham muhim siyosiy jarayonlar yuz berdi. Yosh buxoroliklar va yosh xivaliklar harakatlari eski tuzumni isloh qilish va zamonaviy davlat qurish g'oyasini ilgari surdilar. 1917-yilda Qo'qon shahrida Turkiston muxtoriyati tashkil etildi. Bu davlat Turkiston xalqlarining mustaqilligini ta'minlash maqsadida tuzilgan edi. 1920-yillarda esa Turkiston hududida Sovet hokimiyatiga qarshi istiqlolchilik harakatlari yuzaga keldi. Bu harakatlar milliy mustaqillik uchun kurash olib bordi. Turkiyada modernizatsiya siyosati orqali yangi davlat tizimi barpo etilgan bo'lsa, Turkiston hududida esa mustaqillik uchun kurashlar davom etdi. Bu esa dunyoning turli hududlarida siyosiy rivojlanish yo'llari turlicha bo'lganini ko'rsatadi. Bu davrda davlatlar oldida asosiy muammo barqaror siyosiy tizim yaratish edi. Ba'zi davlatlar agressiv siyosatni tanlab harbiy kuchni oshirdi. Boshqa davlatlar esa islohotlar orqali rivojlanishga harakat qildi. Tarix shuni ko'rsatadiki, tinchlik, hamkorlik va iqtisodiy barqarorlik davlat rivoji uchun muhim omillardan biridir. Xulosa qilib aytganda, Ikki jahon urushi oralig'idagi davr dunyo tarixida muhim siyosiy o'zgarishlarga boy bo'lgan davrdir. Turli davlatlar turli rivojlanish yo'lini tanladi. Va bu jarayonlar keyinchalik Ikkinchi jahon urushining boshlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatdi.